Sanik, agar bu videoni ko'rayotgan bo'lsang, demak men endi yo'qman. Doktor Doom meni yengdi. Lekin bu yakun emas. Mening texnologiyalarim, hamma qilgan ishlarim endi ular senda. O'ylaymanki, bu texnologiyalarni yaxshi tomonga yo'naltirasan. Yaxshilik yo'lida ishlatsan. Bu dunyo himoya qilish endi sening navbating. Ya'ni sening qo'ling. Atbu. Ashara boshqa. 1, 2, 3. Bu dunyoni himoya qilish endi sening qo'lingda. Bu yakuniy nima? Qorijoy qo'ras. Qorisana qoras. Sanik, men senga ishonaman. Doktor Doomni yengasan, seni qo'lingdan keladi. Texnologiyalarni senga ishonib topshirdim. Bu dunyo senga topshirildi. Endi sen ham qahramonsan. O'ylaymanki, hammasi tushunarli bo'ldi. Bu video sengacha yetib boradigan umiddaman. Ammo lekin buni men uddalay olamanmi? Tahlillar asosida ehtimol past, lekin Stark sizga ishonardi. To'g'ri. Stark menga ishonardi. Va kechagi mana bu Doom degan bilan shu Doom bilan bo'lgan jangdan keyin mana bu kostyum ishlamay qoldi. Nima qilamiz buni? Mana bu lokatsiya bo'yicha siz hozir yurishingiz kerak bo'ladi. Nima? Lokatsiya bo'yicha yurishingiz kerak bo'ladi. Tushunmadim. Kostyumni kiysam bo'lmaydimi? Jarius, hozir bu kostyum ishlashiga ishonching komilmi? Yo 100dan 30% ishonchim komil desa ham bo'ladi. Ammo lekin oxirgi quvvatlarini ishlatishga harakat qilib beraman desangiz. Aha, bo'ldi. Ya, xo'p. Uyimni oldidami? Uy. Nima bir pasda tushib ketdik? Bu yer mana shu yermi? Yapamiz. Qanaqa joy bu? Oxir bu yer To'ppa-to'g'ri Sanik. Bu yer Tony Starkning sirli laboratoriyasi, ya'ni bazasi desa ham bo'ladi. Hop, mayli. Mark 5 kostyumining zaryadi 2% qoldi. Kostyum ichiradi. Nima, shoshma. Yo'q. Mayli. Qayerga qo'ysam bo'ladi bular? Mark 1. Shoshmanglar. Qara, bu adashmasam Mark 1. Albatta. Bu Mark 2. Va bu Mark 3 bo'ldi. Buni aytib o'tiraman, buni bilaman o'zim. Nahotki mana shu yerda kameraga olgan bo'lsa Tony Stark. Xuddi shunday. Oho. Starkning o'limi bu boshlanishi edi. Men texnologiyalarni egallayman. Ana o'sha bolani zudlikman oldinga topib keling. Temirlar, ikkala qulog'imni eshiting. Faqat bo'lmasa menga tabiiyki tirigini yoki o'ligini olib kelaring. Sizlarga vazifa shu. Tayyormisiz Sanik? Hozircha bilmadim. Qani boshlayverchi? Boshlayapman. Sekinroq. Ana. Qanasi orqaga edi? Bo'ldi. Voy. Sekin. Tushib ketdim. Havoga. Yaxshi. To'g'riga. Orqaga.
Chapga. Sekin. To'g'riga. Orqaga. Sekinroq. Niqobni ich. Kiy. Ha, yaxshi. Kiy nima? Repulsor. Ot. Sekin. Repulsor. Ot. Yaxshi Jarvis. Qani faqat shu uchishni mashq qilib olaylik-da. Xo'p, Sonic. Havoga. Yaxshi. To'g'riga. Voy. Tushib ketyapmiz Jarvis. Havoga. To'g'riga. Shoshma, to'xta Jarvis. Orqaroq. Ana ularni ko'ryapsanmi? Ha, Sonic, ko'ryapman. Ular kim? Menga ma'lumot chiqar. Adashmasam bular Doktor Doomning askarlari. Askarlari meni to'g'ri Tony Starkning kostyumlariga o'xshayapti-yu. To'g'ri, chunki Doktor Doom janob Starkka hasad qilardi. Shuning uchun uni kostyumiga o'xshab kostyumlar yaratgan. Yo'q, hozir uni nima qilamiz? Axir men hech nimani bilmayman-ku. Albatta uni to'xtatamiz. Qanaqasiga? Siz deb ayting. Voy. Sen menga gapiryapsan? Taqiqlangan uchuvchi. Oy. Hoziroq biz bilan yuring. Tushunmadim, qayerga yurishim kerak? Sizni ochishga majbur bo'lamiz. Avval meni tutib. Jarvis. Qani tezkor uchishni boshla. Ketdi. Jarvis sekinroq. Sekin. Ular meni ko'rmayapti shekilli. Yo'qolinglar. Repulsorlar havoda ishlamaydi. Pastga tush. Yaxshi repulsor. Ot. Bular qanaqa temirlar? Ot. Senlar kimsanlar? Nimalar bo'lyapti kostyumga? Kostyum energiyasi zaif. Ishdan chiqyapti. Yo'q. Sekin. Taqiqlangan qurilma. Hoziroq qismni o'chiring. Oxirgi ogohlantirishim. Qara yana shu katta repulsordan. Janob Sonic, Eshitaman Jarvis. menda bir g'oya bor. Qani gapirchi? Bu Mark 2 kostyumi siz ustingizdagi. U juda ham tepaga chida olmaydi. Tushunmadim, nima nazarda tutyapsan? Juda ham yuqoriga chida olmaydi. Xo'p. Xuddi boyagidek, kostyum muzlab qoldi. Hozir siz uni tepaga olib chiqib ketsangiz, uni ham kostyum muzlaydi. Va siz yerga tushsangiz qo'rqmang, men sizni nazorat qilaman. U esa parchalanib ketadi. Hozir bu ishlaydimi, yo'qmi? Albatta ishlaydi. Bo'pti, yuqoriga. Balandroq. Hoy, ketdik men bilan. Meni tutib olgin kelyaptimi? Yur. Mendan qochib ketolmaysiz. Kostyum muzladi. Qara, meni nazorat qilishing kerak. Jarvis, nazorat qil. Ushla. U qani? Ko'rinmayapti. Tushib ketdi. Oldiga opor meni Jarvis. Kostyum. Iya. Hoziroq taslim bo'ling. Hozir seni bitta yo'q qilamiz. Voy. Parchalanib ketdi. Nima qilamiz? Buni qayta ishlab ko'ramizmi, Jarvis? Bu kostyumda qayta ishlagan yaxshi. Xo'p, niqobni ich. Meni yerto'ladagi bazamizga yopar. Nima qilaman? Sana Uni qo'ldan qochirdik. nima? Biz temir odamni qo'ldan qochirdik. O'zi bilganini demakdirchilik ishonchligini. Boshqa yaxshi odamni yo'llashim kerak endi. Qo'ldan qochirdik. Borlaringdan
Manga Kirdik. robotlarga ishonchligim bilardim. Temir tersiydi. Qara, yam-yashil do'stim. Senga bir odamni ishonib topshiraman. İsmi Sanik. Dema odamni bosib yuradi. Uni eploliysan degan umiddaman. Qo'lingdan keladimi? Unda sen ishonaman u odamga. Menga o'ligi tirigi farqi yo'q. Eng muhimi jasadini o'zini olib kelsang bo'ldi.